Uy kiramiz. Kiringlar. Kelinglar. Uy kiramiz. Kiringlar. Shonu shuhratingga kirilma odam. Bu uy joyga qaraganda boshli pul tikadigan arrendator zo'rni shapsalladi, ha? Ne unaqa deysiz aka? Ukammi? O'zini xonadoni. Seriozli. Allohu alam kestaga yaqin mashina chiqarib qo'ygan. Hozirgi kunda faqat zakazga olib beradi. Uchma hech aslo sendan dahiylakor. Xush kelibsizlar mehmonlar. Kutib qolmadinglarmi? Alloh rozi bo'lsin sizdan hoji aka. Siz boya ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi hoji aka. Endi hammamiz hobs degan bandamiz. Hamma inson xato qiladi hoji aka. Siz ichkariga kirib ketgan mahallingiz Abdumanop aka bilan gaplashdi. Hammasini tushuntirdi-da hoji aka. Siz afuni to'ylamang hoji aka. Men egasi bilan o'zim telefon orqali gaplashib, generalning o'zini ko'ndiraman. Kerak bo'lsa yonimdan aqib beraman hoji aka. Bu hayotda boyligimizdan tortib jonimizgacha Allohimiz bizga bergan omonati bo'lsa, o'zimizniki bo'lmagan narsaga kerilib, kibr qilishimiz menimcha noto'g'ri deb bilaman. Undan keyin siz bilan mashinani savdosini oformleniyaga baylashtir. Mana bu mashinani siz bilan kelishgan pulimiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hoji aka, siz meni ozgina noto'g'ri tushunyapsiz-a? Do'stim, sizni to'g'ri tushundim. Kibr bilan manmanlik faqat eganga xos. Shuni unutib qo'ymang.